izolyatsiya qiladi. Qishda sovuqdan izolyatsiya qiladi. Keyin shuma izolyatsiyasi ham bor. Ana nimasi 3-plyusi ekologik toza bo'ladi. Mana brend ximikat, ximический добавка unday narsa qo'shilmaydi. 4-si jengil bu narsa. Shkaturkaning joyiga urilsa bo'ladi, как rodbanda. Ushlab qoladimi? Ha, ushlaydi, yaxshi ushlaydi. Keyin sizlarda ham bo'ladi. Bu не только krishaga, masalan, uyning pollariga ham ursa bo'ladi, как topli pol sabida ishlatsa bo'ladi. Keyin Assalomu alaykum. Ayni paytda sizlarga trenddagi narsani ko'rsatmoqchiman. Trend degani hamma joyga mana shu narsa moda bo'lyapti. Bu nima desangizlar, mana bu andaba. Egasi yaxshilab sizga tushuntiradi. Keraksa, mana shu yerda Dushanbeda bitta obyekt urayapti. Bu bunday qanda, mana shuni o'zingiz asosiy manzildan boshlaysiz-da. Qayerdan tushib ketyapti dastlabki, qay darajada? Xuddi kolxozavoddan shu yergacha keldingiz, to'g'rimi? Bizning Usmoyna asosan ishlab chiqargan joyimiz kolxozavodda bo'ladi. Lekin qayerda zakaz bo'lsa, Dushanbe bo'ladimi, Dang'ara bo'ladimi, mana macher bugun inshaalloh bu Dushanbeni bitkazadi, Dang'ara ketadi. Qayerda zakaz bo'lsa, borib urib beramiz. Faqat mahsulotning o'zi kerak bo'lsa, o'zini ham dostavka qilib beramiz. Buning umuman bir qiyin joyi yo'q. Buning uchun bir professional usta ham kerak emas. Как qopchada shpaklyovka rodbanday tayyor bo'ladi, suvni quyadi, aralashtiradi, quyadi, mana shunday holatga keladi. Sizlarda mana bu hozir shilanas apparat video davomida quyamiz. Esishda mana bunday narsani beradi. Buni nimaga aralashtirib qo'yadi? Buning o'zining maxsus smesi ham bor. Eko komplekt bo'ladi bizda. Bu hozircha faqat nimasi? Aytaylik, mana shunday bitta lincha necha kvadratga ketadi? Agar qalini aytaylik 5 sm bo'lsa. 5-6 sm mana shuncha qalinlikda mana 1 kvadratga yetadi. 1 kvadratga yetadi, ha, qalinligi. Qalinligi 1 kvadratga yetadi. Ana endi buni основной plus tarafidan gapiring. Nega bu savol beryapman? Chunki mana shu narsaga talab juda yaxshi kuchayapti-da. Andabaga dam berdi shu. Shunday. Ustunlik tomoni nima deganda o'zingiz aytsangiz? Ustunlik tomoni Usmoyna mana shu mengizda bir ko'rsatib o'tsak, super andaba bu narsaning nomi. Hozir xalq orasida shunday tanilgan. Buning birinchi plyusi endi biz buni sravnit qilish maqsadida, masalan, andaba bilan solishtiradigan bo'lsa, birinchi baquvvat bo'ladi bu mahsulot. Keyin izolyatsiyasi bor. Masalan, bu yerga tunika urilgan shunday vaqtlarda Tojikistonda qizg'andan keyin bu tunikaning issig'i 3 kerga ham o'tib ketish nimasi bor. Shunda payt izolyatsiya qiladi. Qishda sovuqdan izolyatsiya qiladi. Keyin shuma izolyatsiyasi ham bor. Ana nimasi 3-plyusi ekologik toza bo'ladi. Mana brend ximikat, ximический добавка unday narsa qo'shilmaydi. 4-si jengil bu narsa. Masalan, andavaning 1 kvadrati 5-6 sm qalinlikda 80-90 kg bo'ladigan bo'lsa, bu 30 kg bo'ladi 1 kvadrat joyi. Ana ondan keyin 5-plyusi bo'lsa, chishqan brend hasharotlar buni teshib nima qila olmaydi, brend zarar bera olmaydi bu narsaga. Qotib qoladi. Bu mustahkam, baquvvat bo'ladi. Buning hisobiga. Demak, buni shu Chornovoy deymi? Shuni urgandan keyin ustidan keyin jozib tortib taylasizlar. Keyin buni ustiga og'ir narsalar tushishi mumkin yoki odam jirishi mumkin. Bu siniq bunday narsaga chidami qanday? Bu mustahkam bo'ladi. Bu не только krishaga, masalan, uyning pollariga ham ursa bo'ladi, как topli pol sabida ishlatsa bo'ladi. Keyin semblokdan qilingan uylar bo'lsa, ana ularga ham ishlatsa bo'ladi. Bizning o'zimizning kanalda videolari bor, hamma to'liq ma'lumotlarni berganmiz. Ekranga chiqarib qo'yishga harakat qilamiz. Demak, buni chidami qay darajada? Misol uchun issiq sovuqda polnisda aytdingiz. Misol uchun yana qaytarib aytaman. Misol uchun buni men uyimizga olib keldim, shunda qo'ydim. Bu yerga jira beradi, o'ta bir qo'qib nima bo'lib qo'ymayman, chunki buni pena ekan. Yo'q. Bu qo'qib nima bo'lib qolmaydi. Agar yana ham brendda polga uradigan bo'lsa, ko'ryapsiz, usti tekis bo'lmaydi bu, lekin gladki bo'lmaydi. Ustidan bir plitchni kleymen, patishpatil kleyme zatrika qilib berish kerak-da, xullas. Ili pesoch, xumman sement aralashtirib bir zatrika qilib berish kerak bo'ladi. Tamom bu qatib moshina bo'lib qoladi. Mana xuddi buna tomonda. Bu orqa tomoni. Agar ust qismi tekis bo'lmaydi. Ustidan kley tortib bersa, bemalol ustidan jira bersa ham bo'ladi, pollarga nimaga ursa. Maslahat beradigan bo'lsak deydi, uyning ustiga 5-6 sm norma ekan. Ko'pi ko'p, endi zarari yo'q, pasini zarari bor ekan. Eng qiziq joyi narxini aytish esdan chiqib ketdi. Mana shu poloni steshkasi bo'ladimi yoki bo'lsa shu cherdek bo'ladimi? 5 sm qalinlikda o'zlari borib shu narsani qilib bersa 58 so'm, 59 so'm kvadrati. Ustahaqiya mahsulot ham ichida, faqat uzoq yo'l bo'lsa 100 kvadratdan ko'proq bo'lish kerak ekanda. Bu mana shu Abdulhamid mana shu kishilarda o'zini shaxsiy brendi. Qandaydir shu narsani o'zlari paydo qilib
va birinchilardan bo'lib mana shu narsani yo'lga qo'ydi. Mana o'zi ham asr gruppa, mana ishchilarda, mana formalarda asr gruppa. Nima deydi? Bu qancha bo'ldi ish boshlanganiga aniqroq? Bu ishni to'g'risi bir 6 oy oldin boshlagan edik. Bir 5-6 oy ispitaniyadan o'tkazdik. Yaqinda 1 oyning ichida polniy satishga nimaga chiqardik xullas. Endi foydalanuvchilarga men kichkina eslatib o'tdim u, bag'ana o'zingiz ham aytdingiz. Demak, sizlarga xohlasangizlar borib quyib berasizlar. Nima uyda kirishiga tushundik. Jeriga, keyin yana nimaga? U polga quysa bo'ladi, uyning ichiga to'pli pol nimasiga ishlatsa bo'ladi. Keyin agar simblokdan qilingan uylar bo'lsa, pishig'ishdan qilingan uylar bo'lsa, ana shuning ham shtukaturkaning joyiga urilsa bo'ladi, как rodbanda. Ushlab qoladimi? Ha, ushlaydi, yaxshi ushlaydi. Keyin sizlarga xohlasangizlar, mana shundan necha qalta kerak, dastavka qilib jo'natib berasizlar, ha? Ha. Bizning Sumaynat 100 qopchadan ziyod oladigan bo'lsa, to 100 kilometrgacha besplatniy dastavkamiz bor. Ana agar xalasa ustalarimiz ham bor, borib polni quyib ishlarini bitkazib beradi. Xalasa talabga o'zlari olsin, yesishda borib quyib berasiz. Buni ish unchalik qiyin emas, professional usta ham kerak emas. Yana bir marta aytib o'taylik. Bu bitta obishdan shunday mikser kerak bo'ladi. Keyin odayda tag'ara kerak bo'ladi. Tag'ara kerak bo'ladi. Bizda bunday nasoz ham bor. Bu nasoz nevajna. Xalasa mahsulotni shunday kirishning ustiga chiqarib oladi-da, o'zi quyib berasiz. ustida aralashtiradi-da, shart quyib beradi. Tamom, shuncha ishi bor. Bu retseptlari aniq o'lcham bo'lish kerak, ha? Buni nimalarni to'g'ri qilish kerak. Bizda sotib olgandan keyin biz o'zimiz tushuntirib qo'yamiz. Qancha suv qo'shadi, qancha smesini qo'shadi, qancha xafagini, polistirolni qo'shadi, hammasini tushuntirib beramiz. Suyuq bo'lsa uni betiga chiqmasa kerak, ha? Buni aslida shu bitta fishkasi bor. Suvni norma qilish kerak. Ko'p suyuq qilib tolamaydi. Ko'p suyuq qilsa, masalan, rastvor ko'tiga o'tirib qolishi mumkin, polistirol betiga chiqib qolishi mumkin. Buni shu mana shtukaturka qilib jirganlar bo'lsa, qo'yuvligini shu rodbandning qo'yuvligida qilib qo'ya bersa zo'r bo'ladi. Чтобы retsept aniq bo'lish kerak hamda. Bu buni sement emas ekan, bu o'ziniki. Yo'q, bu maxsus kleyi. Buga faqat quruq sement qo'shib qo'yganman. Bu bunaqa rastvor kelib chiqmaydi ondan. Maxsus kleylar bor. Mana shu polistirolman, smes bir-biriga jabishib mustahkam paydo bo'lish uchun maxsus kleylar qo'shiladi. O'zini imенно специальный kleyi bor, ha? Bu atak o'ddani sementlardan qo'shib ne qilsa jabishmaydi. Yo'q, u boshqa narsa umuman. Xo'p, bu andava qurgandan keyin mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Endi buni chidamliligini o'lchash uchun birinchiga taylib ko'rsatamizmi deyman-da. Keling-da. Mana aytaylik, mana miner. Keling, yaqinroq kelib. Muhammad aka, buni barman ko'rinib qolmasin semkada. Ko'rganmi? Ketdi. Endi buni nashoga shunday taylasak bo'ladi-da. Mana bo'linib ketmayapti. Agar rast shuncha narsaga chidagandan keyin ustida qatqandan keyin mana simim bo'lib qolar ekan-da. Buning Usmonayna mustahkamligi keyingi darajada turadi. Birinchisi izolyatsiyasi bo'lishi kerak, ikkinchi jengil bo'lishi kerak. Bu asosan kirishalar uchun ishlatiladi. Ana shundaylarga qaramay ham baquvvat ham bu narsa inshaalloh. Bemalol ustida jirsa ham bo'ladi, masalan, jupib qo'ysa ham bo'ladi.